Assalomu alaykum. Hikmat Travel kanalining hurmatli kuzatuvchilari, qachon umra narxlari tushadi, bizga ham borish nasib qilarmikin degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa sizlarga yangiligimiz bor. O'zbekistonning 12 ta viloyatdan kuzatayotganlar uchun xudo xolasa zo'r yangilik bor. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa narxlar tushdimi degan obunachilarimiz uchun albatta narxlar anchagina sezilarli darajada tushgan. Videoda oxirigacha ko'rib tursalar ham xudo xolasa Abdug'affor akadan to'liqroq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka boshidan aytib qo'ydim, endi narxlar tushdi dedim. Narxdan boshlaylik. Birinchi nima deysiz, bo'ladimi aka? Ha, zo'r bo'ladi. Narxlarimiz ancha tushdi, xudo xolasa. $850 ga ham Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reysimizda umra qilsangiz bo'ladi. $850 ga. Bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, vizasi borlar uchun. Vizangiz bo'lsa $100 arzon ketasiz, $850 ga tushadi sizga. Zo'r. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reysimiz. Vizasi yo'qlar uchun $950 bo'lib qoldi. $950 ga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reyslarimiz. Xo'p, uni kunlari qaysi kunlarga bor deydiganlar uchun, xo'p, 16-iyul kuni bor, 20-iyul, 23-chi, 27, 30-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reyslarimiz bor. Xo'p, avgust oyiga ham reyslarimiz qo'yilgan. Agar avgust oyiga boraman deydiganlar ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. O'z joylaringni bron qilishlaring mumkin, xudo xolasa. Zo'r. Endi yo biz Toshkentdan emas, Vodiydan boramiz deydiganlar uchun, Vodiydan ham iyul-avgust oylariga reyslarimiz qo'yilgan. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reyslarimiz. Xo'p, buni kunlari 17-iyul, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primo reyslarimiz qo'yilgan. Bor, zo'r. Xo'p, buni narxini $990 qilib beramiz, xudo xolasa. Farg'onaligini $990 qilib beramiz. O'tgan videolarimizda Toshkentnikini 995 qo'yayotgandik. Bu safar xudo xolasa narxlar arzonladi. Vodiyda 1025 edi. Vodiy 1025 qo'yadi. Endi 990 bo'lib qoldi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Shart-sharoitlar o'zgargani yo'q, hech narsa o'zgargani yo'q. Xudo xolasa hammasi o'sha. Mana hozir aytib o'tamiz, bemalol ko'ringlar. O'tgan videolarimiz bilan bir xil sharoitlar. Faqat narxi sal arzonladi xolos. Narxi arzonlashdi xolos. Xolasa xalq to'lagan holda sharoitlar tushuntirib berasiz endi aka. Xo'p, gostinitsalarimiz o'sha Madina Munavvarada 200 metrdan 300 metrgacha. Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gostinitsamiz bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushishadi. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Zo'r. Xo'p, endi 50 bosh xizmati. 50 boshimiz iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi, xudo xolasa. Undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz iloji boricha, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida beriladi. 5 litr zamzam suvi beriladi. Bitta odamga 5 litrdan beriladi. 5 litr zamzam suvi beriladi. Endi to'lov masalalari bo'yicha to'lovlarda ofisga kelib to'lov qilamiz deydiganlar uchun respublikamizda 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Xo'p, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Ofisimizga kelib to'lovlarni qilsalaring bo'laveradi. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqinglar. Onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'laveradi. O'zlariga qulay bo'lganiga, qaysi biri qulay bo'lsa bemalol qilsa bo'lar ekan, to'lov qilsa bo'ladi onlayn yoki offlayn. Kelib ham xudo xolasa ofisga kelib sizlar litsenziyalarni ko'rmoqchiman, ishonch hosil qilmoqchiman deganlarga ham bemalol kelib ko'rsalar ham bo'ladi. Yo'q, men onlayn to'lov qilaman, hali uzoqroqdaman deydiganlar bo'lsa, xudo xolasa onlayn to'lov qilsa bo'ladi. Unisidan muammo yo'q. Xudo xolasa. Unisidan muammo yo'q, zo'r. Menimcha to'liq ma'lumot berdik. Ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga skidkalar bo'lyaptimi aka qani ham? Xo'p, 4 kishidan oshiq bo'lib boradiganlar uchun xudo xolasa mana shu narxdan ham yana $10 dan chegirma qilib beramiz uka. Zo'r. $10, 950 qo'ygan bo'lsa, $940 Toshkentda qilib beramiz. 4 kishidan oshiq bo'lsa. 4 kishidan oshiq bo'ladi. Farg'onadan $980 dan ketishaveradi agar 4 kishidan oshiq bo'lsa. 4 kishidan. Mana shu aytgan narximizdan ham, o'sha qo'ygan narximizdan ham yana $10 dan chegirma qilib beramiz. 4 kishidan oshiq bo'lishi kerak, xudo xolasa. Aloqaga chiqaveringlar. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Pastda Abdug'affor aka nomerini qo'yib qo'yapman. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsalaring, WhatsApp orqali, Telegram orqali aloqaga chiqsalaring, sizlarga yanada to'liqroq ma'lumot berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.